Damaschi okalar, bu videoga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mana mana Koreya korpusda mayatning vtulka. Rulinglar yumshoq bo'lish uchun mana tepasini ham, pastini ham katta pachimlik qildik. Shayba bilan bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu tovarimiz tugab qoluvdi. Mana hozir buni Zohid akam olib kelib berdilar. Qo'qondan azza-vazza avtodoktor uchun mana zapchast do'konga mahsulot to'la tursin, damaschilar qiynalmasin deb olib kelib beribdilar. Xullas, buni nima farqi bor desanglar, mana bu yerda smaska qiladigan joyi ham bor, keyin ikkala tarafi ham katta pachimlik. Rul yumshoq bo'ladi. Tovarlarni ko'rishdik endi Zohid aka. Ketdik. Kubikni orqasini to'ldirib olib ketdilar mana. Berdim. Koreya korpusda xullas berdim yo. Endi Qo'ylu filialida ham, Chilonzor filialimizda ham Damas'ni bemalol kelsanglar, mayatli vtulkasini almashtirib beramiz. Yumshoq bo'ladi rulinglar. Aka bitta tushuntirib bering endi o'zingiz. Xo'p, buni afzallik tomonlari o'ziniki vtulkali bo'ladi. Vtulkani har 5 kunda ketaveradi, balon yeyish to'xtamaydi. Buni qo'ysalaring, birinchidan rul yengil bo'ladi, ikkinchidan qayta mayatlik qo'yaman deb o'ylamaysiz. Uchinchidan razval sistemasi zo'r chiqadi. Umuman balon yemagan bo'ladi. 1 yil garantiya beramiz, 10 yilgacha ishlaydi inshaalloh. Sinovdan o'tib. 4-dan sizga duo qilib qo'yishadi Damaschilar. Damaschilarga jo'natib qo'yinglar bu videoni. Yo akani profillariga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mabodo Qo'qonda o'zlari ham hadovoy qiladilar, ham razval qiladilar, ham mayatli vtulkani bemalol o'zlaridan olsanglar ham bo'ladi.